Doston aka, kliyentda to'polon qo'yibdi, 2,5 ming dollarga apparatlar bor ekan. Yaqin mana bu ishlar Nima bu? Proprolnik. Farqi nimada buni arzon bilan? Mana buni qaragin. Originalni. Endi buni sifatini tushuntirib bering. Bu Optimda 50 dollar turadi. Aha. Bu Optimda 200 dollar turadi. Bu misol uchun 10 minglik tortmay qolishi mumkin 3 oydan keyin. Aha. Mana bu ham praktikga hamma narsa qilib biladi, toza qilib biladi ichini. Bundan qilsa bo'lmaydi. O'shaning uchun bizda qimmatroq chiqar ekan. 3 oydan keyin musor biladi. Bu 5 yillab ham ishlab beradi. Ha, bizda arzon apparatlar bormi o'zi, yo'qmi? Arzon apparat biza qilmaymiz. Farqini bitta ko'rsatib bera olasizmi? Arzon bilan qimmatini. Mana Xitoy. Bu arzon, bu qimmat, tushunishim bo'yicha. Shunaqa 200 dollar farq qiladi. Shuni hisobiga arzon apparat 2,5 ming, qimmatlari 3 mingdan oshiqroq bo'ladi. Bizda 2,5 ming dollarlik apparatlar bormi, yo'qmi? Yo'q, bizda arzon apparat sotmaymiz hatto. Mana bunisini qarang. Bu bizning arzon apparatimiz ham 2008 degan. Rossiyadan kelib yig'ilgan holat. Oke, bizga 2,800 dollar bilan 3,000 dollarning farqini klientlarga tushuntirib berishingiz Hatto kerak. qara, bizning konsollarimiz hammasi Xitoydan zavodga zakaz qilinadi, tayyor qilib olib kelinadi. Ikkinchi xilimiz bor, Rossiyaga zakaz qilinib, Rossiyadan olib kelinadi tayyor holatda. Arzoncha apparatlarga bo'lsa, pul to'planasi ham hammasi o'zimizda ishlab chiqariladi. Va shuni hisobiga ancha arzon chiqadi va sifatdan o'sha yarasha bo'ladi. Aka, bizlar farqini hammasini tushuntirib berdik. Qanaqa proprolnik, qanaqa pul to'planasi bo'lishini va sizlar aldanib qolmasliklaringiz uchun bizga murojaat qiling va biz hammasini tushuntirib, joyingizga ko'rsatib, isloh qilib beramiz.